Bugungi bozorimizda divanlar, yakkali divanlar, jup divanlar, estenkalar, bu tarafda kuxunli, mana yoqda ham servantlargacha, shkaflargacha bor ekan. Assalomu alaykum, hurmatli Arzidimi YouTube kanalimiz obunachilari. Bugun sizlarga ko'rsatib o'tgan mebellarimizni hammasini birma-bir narxlari, razmerlari, qattiq ishlab chiqarilganlari iloji boricha to'liqroq ma'lumot berishga harakat qilamiz. Videoni oxirigacha ko'rib, videoni boshlanishidan like bosib, kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldirib ketsalaring, do'stlarga tarqatib bersangiz xursand bo'lardik. Obuna bo'lib kuzatib borsalaring, mana shunaqa mebellarni qo'yish nima deydi, ishtiyoqimiz ko'payib, yana ham ko'proq qo'yishni boshlaymiz. Hammaga rahmat kuzatib borayotganlaring uchun. Videoni oxirigacha ko'rmayotganlar bo'lsa, boshidan rahmat aytib qo'yapman. Like bosib, kommentariy yozib berganlarga ham alohida albatta. Oxirida xudo xolasa, videoda oxirida yoki o'rtasida xudo xolasa chiroyli narxlarda qo'yib beramiz. Hali hech qaysi narxini bilmayman-ku. Akam shunaqa ish qilib beradilar. O'rtasida, oxirida arzonroqni olib beradilar. Xudo xolasa bitta ko'rsatib boramiz. Asosiy podpischilarga kuzatib borayotganlar. Aka, mana shu bitta shu bir boshdan kirgataveraylikmi aka, chapdan? Nima deysiz, mana shunday kiramiz. Bo'laveradi. Buni Ruminiyada ishlab chiqarilgan. Ruminskiy, hop, divan. Yog'och ekan. O'zi bilan tushgan bo'ladi. Hop, buni narxiga keladigan bo'lsak, 900 ming so'm. Donasi 900 ming so'mdan, ikkosi 1 million 800 ming so'mdan. Bozorda 2,5 million baho qilamiz, 2 million atrofida sotamiz. Bo'ldi. 1 million 800 ming so'm, 900 ming so'mdan hozir agar obunachilarimiz bo'lishadigan bo'lsa, bozorda kelib, shunchaki kelib, aka buni nech pul? Siz 2,5 million so'm aytishadi. Bitta bas hammasiga ham xuddi shunaqa. Akam kamotchalardan ham ko'pchilik so'rayapti. Hop, bundan komplekt bor, yo'q? Bitta bor, bittasi komplekt, ikkita отдельный shunaqa kamotchasi bor. Mashina. Ha. Buni o'zi nech pul aka? O'ziniki obunachilarga 300 ming qilib beraman. Ikkosini. Ikkitasi. Ikkosi 300 ming so'm ekan. Obunachilarimizga kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa. Xo'p, keyin mana bitta alohida yakkali divanlarga o'z yolg'izlar uchun Ruminskiy ekan bu ham. Lekin hech qat'a almashmagan materiali. O'zi radnoy. Hamma yo'q radnoy. Bitta ko'ring, sostenasini. Cho'tki ekan. Yopib tushganda. Ayoqlari shunday tushgan ekan bularni. Bu nech pul aka? Buni 900 ming so'm beraveramiz. Buni o'zi ham 900 ming so'm. Bu sal enliroq ham shekilli, yo'q? Bilan bir xil. Bir xilmi? Mana matrasda ikki chiroyli turganiga. Materialning qoplanmagan. Bu-chi, bu ham Ruminskiymi-da? Ruminiyaniki Rijans. Yo'llarini qarang, barniyligini. Buni narxi 800 ming so'm. Narxidan arzon. Ha, mana undan arzon ko'ra. Bu juplarga ekan. O'rtasidan bo'linadi. Radnoy materialda turibdi ekan, bosh taraflarni ham ko'raverasizlar. Ha, to'g'ri. Joyini bo'shatishga bunisi 800 ming so'm. Kommentariyada yozib ketinglar, arziydimi yo'qmi? Endi mana yana bitta divanlarni. Bu komplekt. Bu komplektmi? Ya, mana Tremonsi. Bolgariyaniki ekan. Shkaf o'sha trendli shkaf. Qanaqa trendda ekan? Ha? Shkafi. Trenddami shu shkaf? Kommentariyada yozib ketinglar. Men to'g'risi xabarim yo'q unaqa trendlardan. Mana aka hayolimda qaytaymi? Mandarinni bo'jag'i deyapti aka. Xo'p, kommentariyada yozib keting. Mana shunaqa shkaf qiziq bo'ladigan bo'lsa, shkafi, tumba, alohida ikkita divanchasi-yu Tremosi. Mana Tremosi ham. Oldirali aynalik, mana sostenalari buniki. Hamma yo'q o'ziniki, shkaflaridan Hoppa, mana bitta ko'rib ko'rasizlar mana shu narsalarga. Seriya raqamlarigacha bor ekan. Buni narxi nech pul endi komplektga aka? 3 million 500 ming so'mga. Spalni garnitur. Arziydimi yo'qmi? Kommentariyada yozib keting, nima qilarsiz? Olarmisiz, olmasmisiz? Bitta ko'ring bosh taraflarni ham. Qanchalik holatda ko'rinyapti yo'q bilmayman-ku. Addenni ham qilib berilaveradi, bitta e'tibor qilib qo'ysanglar, addenni bo'ladigan bo'lsa, endi divanni o'zi alohida qimmatroq. Shkaf kerak bo'lsa shkafni beramiz. Xolasi shkaf, tremo, tumba farqi yo'q. Divan berilaveradi. Aka, shu burchakda shkafimiz-chi? 1 million 200 qo'ydik, ha. Trenddan qolib ketmasin bu ham endi. Tagida tortmalarigacha bor. O'rtada eskitgan. Ha, o'rtada eskitganmi bu? 1 million so'm bo'lsa beraveramiz. Holati ideal holatda. Xo'p, mana shu kichkina shkafimizni tagi oyoqlari ham, mana bitta ko'rasizlar, taglarini ham bemalol tozalashga ham qulay. 1 million so'mga berilaverar ekan. O'rtadagi aksiya skidkalaridan bittasi ekan, ana. Zarur bo'ladigan bo'lsa bemalol aloqa chiqaverasizlar. Xo'p, endi bizda mana bunaqa komplekt. Xaridorlarga kelibdi hozir. Xaridorlarni qarab olsalar. Ko'p beshkaf.
Buni razmeri necha bilinmayman, bu tarafi shilkalarigacha bor ekan. Kupesh kafimiz necha pul aka bu? Adashmasam 1 million 300 qo'yuvdik. 1 million 300 qo'yuvdik. Qo'yaveramiz, bir xil narx bas. 100 dollarga qo'yib yuboramiz. O'tgan safar 1 million 300 qo'ygan ekanmiz. Yana o'sha narxga qo'ymaylik, bir xil bo'lib qolmasin deyaptilar. 1 million 200 ming so'mga bemalol aloqa chiqarasizlar. Endi komplekt buni ham qo'yuvdik aka, buni ham arzon qilib berasiz endi. Akril eslab qoldim buni. Ha, buni ham shunaqa narxi esimda yo'q qo'yganingiz eslayman. Unutini ochib ko'rsadim, akril. Bunisi ham 1 million so'm ana. Komplekt. Ikkita ekanda sig'adigan javoni sondig'i. Mana. Bittaga urasizlar, aloqa chiqarasizlar. Ona o'sha arziydimi-da YouTube'da ko'ruvdik deb aytinglar, ona. Bo'lmasa bo'lmaydi. Bo'lmasa QR kodda aytmasalar ham bo'lmaydi. Xo'p, endi mana shu 3 ta stenka. Ya'ni ko'raverasizlar. Servant deydimi, mana shunaqa. Bulardan narxi nechi pul? Hop, bu ucharasini yonma-yon qo'yganda 350 dan chicha oshiqroq bo'lyapti. O'tdan narxi 350 dan oshiqroq. 151. Bu 51. 1 razmerlar. 1. Ha. Bitta olishadigan bo'lsa 1 million 800 ming so'm. Hammasini oladigan bo'lsangiz 1 million 800 ming so'm ekan. Agar adrenalin Alohida bo'ladigan bo'lsa 500, 800. Arziydimi? Buni ham kommentariya yozib keting. Kitoblar uchun 500 ming, 800 ming so'm arziydimi? Uni kommentariyada yozib ketishingizdan chiqib qolmasin. Alohida ham sotilaverar ekan. Bo'ldi. Alohida ham aloqaga chiqaverasizlar bemalol. Endi bu tarafda bunday aylanib o'tganimizda xo'p, maytda chiroyli bitta spanli turibdi. Buni Instagramga olib qo'ydim. Telegram kanalimizga ham tashlaganmiz buni. Telegramimiz sotish va sotib olish xizmati desangiz chiqadi. Stol-stullarimiz bor ekan, xaridorlarga kelib qoldi. Endi o'zi men bitta ma'lumotlar berib ko'rsatib o'tiraman. Hozir bir qator narxlarini aytamiz. Kuxunnilar ham bor, e'tiboringiz uchun mana bu yerda servantmi, mana bunaqa narsalar ham bor. Stol-stul ham mana bu olma girt narsa ekan, bahodir o'g'irligini. Ko'ring, 6 talik xona jichcha nimasi ekan, lekin mana stullar do'dirman ko'ring. Stullar mana zo'r narsalar ekan bunda. Endi bu tarafda bunaqa katta shkaf ham bor ekan. Bunaqa tortmali kichkinagina narsa, bunaqa shkaf ham bor. Xo'p, divanda mana yerda yirtqichasi bor ekan. Aka, mana shu ikkosi nechi pul? 2 million so'm bo'lsa beraman. Bu 2 million so'm, mana shu ikkosi deyman. 1 million so'mdan. Ortoped matraslar bilan bosilgan joyi yo'q, yirtig'i bor ekan xolos. Haligindan-a? Gap yo'q. 1 million so'mdan arziydimi? Buni ham kommentariya yozib ketinglar. Chinorli stolimiz ham bor. Ash chinorda ham nechi pul aka buni narxi? 1 million 300 ming so'm 1 million 300 ming so'mga bo'lsa beraman. 6 talik chinor. Ham bo'ladi. Stuli yechilib, pasayib xon taxta ham bo'lar ekan. Gap so'z yo'q. Aka, bularning hammasini aytib chiqdim. Stenkaning narxi nechi pul? Stenkaning narxini 1 million 200 ming qo'yadikmi? 1 million 200 qo'ydik ha. 1 million 100 qo'yib. 1 million 100 ming so'mga stenka. Kichkinasi-chi? Hop, buni 800 mingga beraman. Bunisi 800 ming so'm, Xitoydagi. Bu italyanskiy, unisi Xitoy ekan. Bu shkafchi aka. Bu shkaf 1 million 300 ming. 1 million 300 ming so'mga Ruminiyaniki shkaf mana. Bu ham trenddaydanmi aka? Ha, bu ham onadan ekan bu. Narsa yo'q. Ha, ammo haqiqatda hozirgi nimalarni bitta sondiq javob bilan mana shu shkafni ko'rdim. Qolganlari importning inamarkalar ekan. Kuxunning nechi pul edi? 1,5 million qo'ygan. 1,5 million qo'ydik, ha. O'lmasam aka, 1 million skitga qo'yaveraylik. Bo'laveradi. 1 million 400 ming so'mga. 200 ming, 1 million 200 ming so'mga mana shu kuxunni oling. 200 ming skitga. Ha, kechirasizlar. Men 1 million 400 dan 200 ming skitga qo'ydim. 1 million 300 ming so'mga bemalol xarid qilishingiz mumkin. Ha. 1 million 300 ming so'mga bemalol xarid qilishingiz mumkin. Bu terasini ilib olasiz, pastini qo'yib foydalanasiz bo'laveradi. Bu-chi ekan servan. Bu 600 ming so'm. Mana Qo'ygan. buni ham qo'ygandik. Mushkatda ham qo'ygandik. Necha pul qo'yganimiz esimda yo'q. 400 ming qo'ygandik. 400 ming qo'ydik. Skitga qilaylikmi? Ha. 300 ming so'm, qarang. 300 ming so'mga ishga. Bo'ldi. Narigi trenddan chiqdi aka. Trendga bunisi chiqdi. 300. Agar mabodo siz kanalingizdan chiqsa, mana bunday mana shirin joyga kelib 500 ming so'm bo'lsa berib olamiz. Bunisi 500 ming so'm. Bozor bo'yicha bu narx yo'q. Yo'q. 600 ming so'm. 500 ming so'mga mana shu servant. Bunisi necha pul dedik?
300 ming qo'yib. 300 ming so'm. Tumichkani bu. Videoda oxirigacha ko'rayotganlar uchun aka. Tumbani puli, har qayerdan ham tumbani puli mana bitta ko'raverasizlar, aloqa chiqarasizlar, kallari bor. Mana u ham polironniy ekan, bozorda bunaqa narxda yo'q deyaptilar. Tortmalari, imanlari surilib ochiladi, narxi 500 ming, birisi 300 ming so'm. Kommentariyada yozib ketinglar. Oxirigacha ko'rayotganlar uchun rahmat hammalaringga. Like bosib, do'stlarga tarqatib pesingizdan chiqmasin. Narxlari bo'yicha ham fikrlaringni kommentariyada yozib ketinglar. Arziydimi, yo'qmi?